Alfraganus Universiteti zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi. Avvalambor assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar hamda aziz muxlislarimiz. Quvnoqlar va zukkolar Premier Liga 2-mavsum 6-yarim final biz boshladik. Aziz muxlislar, yana bir marta xush kelibsiz deb qolamiz va albatta birin-ketinlik bilan bugungi, ya'ni so'nggi yarim finalimizda, 6-yarim finalimizda berlashadigan jamoalar bilan sizlarni birin-ketin tanishtiraman. Marhamat, birinchi bo'lib Yoshlar ishlari agentligi Mirzo Ulug'bek tumani bo'limining Afrosiyob jamoasi. Va Farg'ona davlat universitetining Fardustar jamoasi. Samarqand davlat chet tillari institutining Tarjimon jamoasi. Hamda Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasining Firemes jamoasi. Va Toshkent davlat agrar universitetining Yangi yulduzlar jamoasi. Rahmat. Aziz do'stlar, ana endi bugungi o'yinimizni odilona baholab boruvchi hakamlar hay'ati bilan tanishamiz. Million jamoasi a'zosi Marufjon Nosirov, Guldiroz Sadorim yo'q, shu bugun aslini baqbaqda. Xushkelibsiz. Ana endi hakamlarimiz orasida eng latofatligi, eng go'zali stand-up komik Indira xonim Miftahova. Ey kuchali maymun qiz, kulgichlari afsun qiz. Hamda O'zbekiston Quvnoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi bosh koordinatori Abdulloh Asral Xo'jayev. Sizda ham pul ko'payib ketgan. Hamda Maksimum jamoasi a'zosi, hozirgi kunda uxlamaysizmi ko'rsatuvining boshlovchilarining eng zo'rlaridan biri Oybekjon Teshaboyev. Jonim o'zimni deb yorim. Hamda O'zbekiston Quvnoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi raisi, bugungi hakamlar hay'ati raisi Umarбек Rahmonqulov. Hamda faxriy mehmonimiz Quvnoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi badiiy rahbari ustozimiz Olimjon Xudoynazarov. Bizga bahor begonadir. Hamda Premier Liga boshlovchisi Hakimov Tolibxo'ja. Rahmat. Yana kiydim senga yaqinlasha ko'ylagim. Rahmat DJ'imizga yana bir marta Guldiroz qarshiliginglar. Ana endi aziz do'stlar, jamoalarni uzoq kuttirmagan holda birinchi shartga tayyorgarlik ko'rish uchun ruxsat beramiz. Omad yor bo'lsin. Hurmatli muxlislar, birinchi shartimiz har doimgidek tanishtiruv sharti va albatta bu shartimizni qisqacha sizga tushuntirib o'taman. Bu shartimizda jamoalar o'zlari haqida yoki bo'lmasa o'zlarining o'quv muassasalari, hozirgi kunda yoshlarimiz orasida bo'layotgan har xil voqealarni hazilomuz tarzda sahnaga olib chiqishlari lozim. Bu shartimiz 6 daqiqa baholash 5 ballik mezonda. Bu shartimizni biz yoshlarga zamonaviy imkoniyatlar deb nomlaganmiz. Demak, tayyor bo'lishsa birinchi bo'lib sahnamizga Yoshlar ishlari agentligi Mirzo Ulug'bek tumanining Afrosiyob jamoasini taklif qilamiz. Guldiroz qarshiliginglar bilan. Azizlar, qiviz odamni jinni qilishiga ishonasizlarmi? Hozir chiqadigan bolalar qivizini jinnilari. To'g'rirog'i qiviziga o'tirib qolganda. Ey bolalar, tayyormisizlar? Qo'yapman-da. Rahmat. 6 daqiqa. 5 ballik mezonda. 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 6 daqiqa. 5 ballik mezonda.
Avvalambor, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Qalaysizlar? Endi aytaman. 5600 so'm bir kunga yetadi. Migrantlar soliq to'lasin. Endi nimaga kerak? Viloyatliklar Toshkent havosini buzibdi. Ana shunaqa gaplarni biz o'ylab topamiz o'zi. Rostdan biz o'ylab topamizmi? Endi sog'lom odam kallasiga shunaqa gap keladi deb o'ylaysanmi? Bolalar, mabodo komandirlarga yangi bola kerak emasmi? Komandaga yangi bola kerak emasmi? Yo'q, yo'q. Endi nima qilaman? Qorunni parhez qilish kerak. Jinnimanda shunday farqiga borayman. Hozir sizlar o'ylayotgan bo'lishlaringiz mumkin, bular qanday jinni bo'lib qoldi deb. Endi biz shuni tushuntiramiz. Sen qanday jinni bo'lgansan? Men juda cho'tki jinni bo'lganman. Men Surxondaryodan Toshkentga avtobusi kelyotgandim. Bitta chiroyli qiz Bo'ldi. Sen qanday jinni bo'lib qolgansan? Men bilmasdan barsaga balet qilib qo'yman-da. Shoh. Tan olaning, real bab, real u. Bugun yarim finaldan finalga Hazillasini boshilib ketdi. Ha, o'zingiz qanday jinni bo'lib qolgansiz? Men jinni emasman, lekin jinni bo'lib qolsam maksimumda o'ynaydim. Nimaga? Endi Oybek akani ko'rib tushundim, sog'adan maksimumda o'ynamasa kerak-a? Kassim chiroyligini qaranglar, qimmat bo'lsa kerak-a? Nech pul bo'lsa-mi? $300. Manikin gapiryapti. Bu maneken emas, Premier Liga boshlovchisi Tolib aka bu. Tolib akami? Tolib aka, siz jinni bo'lib qolsangiz nima qilardingiz? O'sha o'ylayapti-ku bu. Birinchi shartimiz mavzusi biz yoshlarga zamonaviy imkoniyat ekan-a? To'g'ri. Mana DJlarga imkoniyat berdi, sahnada o'ynayapti. Shoh. Bosilib ketdi. Bolalar, yaqinda menga green card chiqdi. Amerikaga ketmoqchiman. Nima qilasan u yoqda? U yoqda jinnilarga sharoit zo'r ekan. Bolalar, hozir telefon bo'ldi, mabodo komandalarga hazil kerak emasmi? Yo'q, yo'q. Endi bab hazillang. Endi bab hazilingni ham yemayapti ekanda. Azizlar, biz jinni bo'lsak ham sahna ko'rinishi o'ynab bilamiz. Bizda birinchi sahna ko'rinishimiz jinnilar o't o'chirishda. O'chirg'ishda o'chmayapti-ku bu. Bolalar, bugun shunaqangi xavfli o'yin bo'lyapti-ki, mana yangi yulduzlar degan jamoa bilan o'ynaymiz ekan. Davayt mana shular ustidan kulamiz. O'zi Umar aka ularni Premier Ligaga tashlab ustidan kulgan yetmayaptimi-kan-a? Kelinglar bo'lmasa o'zimiz ustimizdan kulaylik. Umar aka bizning ustimizdan 2 yildan beri kuladilar. Hozir men tushunmadim, senlar yayun ustidan kuldingmi? Bilib qo'y, yayi professional komanda. Endi ikkita pashshan qilib turgan qilin, bor Tolib akaning oldida o'yna. Amore mio, amore Demak biz jinnilar ketdik!
Tolib aka boshqa kamanda e'lon qilavering. Bular ketib qolibdi rostdan, jinnida. Albatta bu hazil edi. Bizda ilk sahna ko'rinishi juda ham ketavergan bolalar. Shoh, ana ular rostdan ketaverdi. Bir narsa qilaylik, tur. Better focus on me. Aziz chiqishlarimiz oxirida nima demoqchiman? Jamoa bo'lib bir maqsad sari intildikmi? Maqsadga yetmasimizdan oldin bularga o'xshab jamoani tashlab ketmaslik kerak. Toshkent 2024-yil sahnada Mirzo Ulug'bek tuman yoshlar ishlari agentligining Afrosiyab jamoasi bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Afrosiyab jamoasiga guldiroz qarsakiylar birinchi shartimiz uchun. Quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanlovining bosh tashkilotchisi O'zbekiston Quvnoqlar va zukkolar assotsiatsiyasi guldiroz qarsakiylar. Hamda hamkor tashkilotlarimiz Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi olqishlab turamiz. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, Yoshlar ishlari agentligi, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi hamda Zo'r TV telekanali. Guldiroz qarsakiylar. Demak, davom etamiz aziz do'stlar. Birinchi shartimiz bo'yicha navbatdagi jamoani sahnaga taklif qilamiz. Farg'ona davlat universitetining Fardustar jamoasi, marhamat. Siz uchun sahnada Farduslar yana bir bor. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugun hamma jam, bo'ling xotirjam. Hazil juda ko'p, ko'ngil bo'lsin to'q. Farduslarimiz biz birdam, hazil qilamiz har dam. Yoshlarga Zamonaviy imkoniyatlar. Assalomu alaykum. Toshkent! Hurmatli muxlislar, biz toza farg'onalikmiz. Hey, nima deyapsan? Toza toshkentlik bo'ladi. Toshkentda dashi toza havo qolmagan-ku. Biz Farg'onadan keldik. Farg'ona shunaqa joyki, seni chivin chaqsa chivindek qichiydi. Hey akalar, mana bugun 6-o'yin. Biz vodiydan kelgan oxirgi jamoamiz. Biz vodiyda yuzimiz. Yo, Umar aka, bunga e'tibor bermang. Vodiyda yuzi bu darajada xunuk emas. Hey aka, nima deyapsiz? Hozir Indirapani o'rnidan turgizaman, zal bang'illaydi. Sevinchsiz yana adashdingizda. Indirapa o'rnidan tursa emas, tepadan tushib ketsa zal bang'illaydi. Uni qo'yinglar. Bugun qaysi jamoalar bilan o'ynayapmiz? Mana men tushuntiraman. Fireman bilan o'ynayapmiz. Fireman. Afrosiyab bilan o'ynayapmiz. Tarjimon bilasan-ku, tarjimon bilan o'ynayapmiz. Yangi yulduzlar. Yo, jamoalarni qo'y, hakamlarimizni qara, chiroyli bo'lib o'tirishini. Oybek akamni o'tirishini qara, hakam. Oybek akam kelgan hakamlikka. Abdulloh akam kelgan, tanimayapsanmi? Abdulloh akam kelgan. Indira opam tanirsan, chiroyliligini qara. Yangi yulduzlar. Bolalar, Toshkent Farg'onadan 10 yil oldinda ekan. Mana misol uchun Tolib sen. Hey, senlama Tolib aka bo'ladi. Va ikkalamiz tengmiz, bu prosta Toshkentda tug'ilib qolganda. Shunda 10 yil oldinda bo'lsa men ketdim. Nimaga?
Farg'onaliklarga aytay 2024 da ham Real chempion bo'lishini. Lekin Toshkentda xalqi juda ham mehmondo'st, odamsevar xalq ekan. Kecha bizni qanaqa kutib olganlarini qara mana ko'rsatib beramiz. Ha, hech kim yo'q-ku. Shunisi zo'rda mana shu. Akalar, mana biz bugun o't o'chiruvchilar bilan o'ynayapmizmi? Ular qachon bir o'z vaqti keladi? Shu qavazaga chiqmasa o'z vaqtida boradi-da. Kecha ham o'z vaqti kelmadi-yu. Kecha repetitsiyada edi-da. Aka, oldingizga qiz kim? Ha, bu qizmi? Bu bilan men Toshkentga kelib tanishdim. Tanishganimga 2 kun vaqt bo'ldi. DJ sal farosatingni ishlatib muzika qo'y, 2 kunda bo'lib ketmas. İki kun bo'ldi deyapman tanishganimga. Miya ishlaydimi? Shu meni do'stimga o'xshaydimi? Qiz bola bilan do'st bo'lamanmi men? 2 kun bo'ldi deyapman tanishganimga. Sen atay qilyapsanmi? Sen atay qilyapsanmi? Men bunga uylanmadim, 2 kun bo'ldi deyapman. Umar aka, Toshqalay Hindistondan olib keldik. Qanaqa Hindiston? Uzoqda bug'doydan, yaqinda somon yaxshi degan. O aka, hol nima ishlatdingiz? Ibora ishlatdim. Men iboralarga tushunmayman-da. Bir tushuntirib berasizmi? Qaysi birini? Ana ko'z ko'rib, quloq eshitmagan degani qana bo'ladi? Bu juda oddiy. Mana misol uchun sen bitta qiz bilan 5 yil gaplashgansan, o'rtog'ing uylanyapti. Uni ko'zi ko'radi, qulog'i eshitmaydi. Yaxshi, ana og'zini to'ldirib gapirdi, qana bo'ladi? Shuni ayting. O'zim aytaman. Mana og'zini to'ldirib gapirdi degani manaqa bo'ladi. Alfraganus universiteti, zamonaviy ta'lim, sharqona tarbiya uyg'unligi. Ana shunday yuqori kayfiyatda Alfraganus reklamasiga o'z hissamizni qo'shgani ketdik! Buzoqda yugurgani somonxonaga deyishadi. Fardoslar yarim finalda. Bizda dastlabki sahna ko'rinishi sovchilikdagi iboralar. Yaxshi, xudo, o'g'lim qizingizni ko'ribdi, yoqibdi. Bir xarakteri haqida ham bir gapirib beringchi. Qizim mard qiz, bir so'zli qiz, eng muhimi ushlagan joyini uzadigan qiz. Yig'ishtir, ushlagan joyini uzadi. Nima bu? Ketmang, nimaga ketyapsiz o'zi? Uyda butun narsa qolish kerak-ku. Premier Ligani o'tib o'tgan barcha 5 ta o'yinni ko'rgan tajribali bir muxlis bugungi o'yinda. Yarim final 6-o'yin. Biz boshladik. Tolibboy adashmadim bugun. Tasavvur qilamiz, Ashxobod sayilgohida hozir yong'in bo'lsa, taxminan mana shunaqa holat bo'ladi. Yordam beringlar, yong'in! Yordam beringlar. Yong'in. Nima? Pajardinga telefon qil. Pajardin. Chaqiringlar. Shashmanglar, birinchi shart o'yna olaylik, kelamiz. Rahmat do'stlar, biz chiqishimiz so'ngida nima demoqchimiz? Italyanchada bitta zo'r gap bor. Sidalarasmenta bella. Ma'nosi o'z yo'nalishidagilarning eng zo'ri Ashxobod sayilgohi. Rahmat sizlar bilan birinchi shart mobaynida Farg'ona davlat universitetining Fardu start jamoasi. Rahmat Fardu jamoasiga birinchi shart uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va guldiroz qarsaginglar.
Quvnoqlar va zukkolar hamkor tanlashda doim birinchi raqamlilarga yuzlangan. Alfraganus universitetini o'z yo'nalishida birinchi raqamlilardan deya e'tirof etsak bo'laveradi. Bosh homiyimiz Alfraganus universiteti. Alfraganus zamonaviy ta'lim hamda sharqona tarbiya uyg'unligi. So'z birinchi raqamlilar haqida borar ekan, navbatdagi hamkorimiz ham o'z yo'nalishida birinchi raqamlilardan. Hamkorimiz Ashxobod sayilgohi. Ashxobod sayilgohi quvonchingiz markazi. Ana endi navbatdagi jamoamizni sahnaga taklif qilamiz. Samarqand davlat chet tillari institutining tarjimon jamoasi. Tinch o'tayotgan hayotimizga rahna solib, osoyishtalikda o'tayotgan tunimiz, tinchlikda o'tayotgan kunimizni rasvo qilish maqsadida o'zining g'arazli ishlari bilan yurgan chivinlar o'z maqsadiga yetdi. Oyog'im qichib qoldi. Assalomu alaykum. Toshkent! Bolalar, bugun juda ham kuchli o'yin bo'ladi. Bugun biz 5 ta komanda bilan kurashamiz. Yo, adashding, 4 ta komanda. 5 ta komanda. Men o'zimizdan ham qo'rqyapman. Dadam aytsin, ko'zing o'yna qilib bir nimani boshlab keladi. Bolalar. Ha, Men maksimumga ketdim. yo'qol, ma'naviyatsiz, didsiz, ideyasiz. Xunuk. Mana men Aytmaysanmi she'rdan? Hazillashdim, mayl ko'ndirlaring. Nimaga ko'ndirdik? To'xta deding-ku, qaytdim shunga. Hech kim to'xta degan yo'q. To'xta deding-ku, vezal eshitdi. Hech kim to'xta deb aytgan yo'q. Aniq aytmading-ku? Yo'q. Bo'pti, millionga ketdim. Ha, to'xta biz. Men shu to'xtani aytdim-da men. Bu boyatdan beri qarayman, Tolib aka senga g'alati qarayapti negadir. Esimdan chiqib qolibdi-ku. Aka, mana 5000 shtuchni yo'q ekan. Bolalar. Sizlarga mazza. Sizlarga havasim keladi, bor-ku. Sizlar uylaringda dadalaring bor, ayalaring bor-ku. Sizdachi? Menda oyim bilan adamlar yo'q. Bolalar. Umar akaga vobshe mazza ekan-ku. Nimaga? Men o'tirib olagan, birovga 4, birovga 5, qizil, yashil. Sen zo'r chiqding, chiqalmading, qaytib kelma. Hammadan ham mana ustozga qiyin ekan olim akaga. Nimaga? Yuziga projektor tushib, betib o'yinni ko'ra olmaygan. Shu fursatdan foydalanib ota-onamiz bilan ustozlarimiz duo qilib turib bitta video yuborgan ekan. Bitta ko'raylik, ha? Qani. Shu uydagilarga aytdim, shu ekranchi qo'ya olmaydi shu videoni, baribir tashlab berdi. Endi oralaringizda bo'lishi mumkin, shu videoni ko'rsak yaxshi bo'ladi deb, baribir qiziqmas qorong'ida olingan. Men bu ko'ylakchani Chorsuda oldim. Mana bu shimni ipodromda oldim. Men krosovkachani Bekbarakada oldim. Shuning uchun Samarqanddan kiyinib kelish kerak edi. Bolalar, to'xtanglar. Qanaqa qizi, qanaqa hazil, kap-katta bola bo'ldik. Biz global muammolar haqida gaplashishimiz kerak. Bir joyda suv toshgan, bir joyda tornado bo'lgan. O'zimizchi bolalar, o'zimiz, yoshlarimiz qayerga qarab ketyapti? Ashxobod parkiga? Qiziga kelsa bo'lmaydimi? Bu boyatdan beri qarayman, Ma'ruf aka bizani qizlardan ko'z uzilmaydi. Uzilmaydi ham-da, uzilmaydi ham. Bizlar qizlar qarang, misol bir xazina. Ma'ruf aka xazinani bir odam yo'q joylarga borib ko'mib kelasizmi? Uni buni qo'y, Oybek aka ko'msa bo'lmaydimi? Oybek aka bir lapatkadan charchab qoladi, ko'madi. Bu yerda Tolib aka men ham ko'msammikan deb turibdi-da. Bolalar, xazinani Tolib akaga ishonib bo'lmaydi. Birinchidan chala ko'madi, ikkinchidan hammaga aytib yuradi.
Unaqa bo'lsa tarjimon jamoasi o'ziga qo'ygan yangi shiori bilan sahna ko'rinishlarini boshlaydi. Tarjimon jamoasi keladi, o'ynaydi, yutadi, ketadi. Biz ketdik! Tarjimon jamoasi o'z sahna ko'rinishlarini boshlaydi. Bizda dastlabki sahna ko'rinishi hindistonliklarning suhbati. ओ मेरे प्यारे है जिंदगी Merib tum hibari. Hindlar ham olatda. Bizda navbatdagi sahna ko'rinishi ko'ramiz. Juda ham kambag'al inson qimmat restoranda ovqatlanganda qanday bo'lardi? Aysan shotni berib yuboring. Uzr, mana. Oho. Dollar olasizlar? Ha, olamiz. Yevro olasizlar? Ha, olamiz. Rublchi? Olamiz. Plaskart bormi? Bo'laveradi. Visa kart? Bo'laveradi. Payme? Bo'laveradi. Rasrochka? Ha, olamiz. Taxta kalish? Patak soch? Metalon? Akajon, jonim aka. Ko'ramiz, uzoq muddatga kafelarda ishlab, to'yxonalarga ishga o'tgan akamizni ish jarayonidan lavha. Javohir aka. Kelin-kuyu kelyapti. 3-kabinaga o'yinlarda. Bizda navbatdagi sahna ko'rinishi pingvinlar majlisda. Ko'ryapsizlarmi? Pingvinlar ham majlis qiladi-da. Tarjimon jamoasi davom etadi, tomosha qilamiz. Otello spektakli itlar talqinida. Desdemona. Suyakcham qani? Please help me find Molly. Rahmat azizlar, rahmat. Biz chiqishimiz so'ngida nima demoqchimiz? Shohris. Shu efirdan foydalanib dadamga rahmat aytay degandim. Bo'ldi, uyda aytaman. Men chiqishimiz so'ngini yoshligimizda bir qiziq bo'lgan voqea bilan aytib bermoqchiman. Men yoshligimda 1 yoshimda tilim chiqqan. Shu nima deb chiqqan kim biladi? Ayada, yo'q, yana. Dada degandirsiz. Yo'q, topolmayapsizlar. Men tilim Umar aka deb chiqqan. Tushunyapsizlar? 1 yoshimda Umar akajon deb yurganman-da. Nima, shunchalik hurmat qilgansizmi? Yo'q, prosta rana aytilganman, tushunyapsizlar? Agar rana aytilmaganimda Olim aka deb chiqardi. Rahmat azizlar, chiqishimiz yakunida qo'shiq bilan yakunlamoqchimiz. Bugun biz sahnada Rahmat azizlar, sizlar bilan Samarqand davlat chet tillar institutining tarjimon jamoasi bo'ldi. Rahmat tarjimon jamoasiga guldiroz qarsakinglar. Va albatta tarjimon jamoasi Alu Education o'quv markazi asoschisi Ali Burxonovga o'z minnatdorchiligini bildiradi. Guldiroz qarsakinglar birinchi shartimiz. Ana endi sahnamizga Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasining Firemen jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Tiperti tolib, tiperti boshlovchi. Tiperti boshlovchi. Krugom Fireman. Fireman krugom ortga qadam bosbun. Zalda 276 ta qiz bor ekan. Hos hididan bilyapsanmi shunda? Hididan bildimmi? Qanday qilib? Sanam 600 ta erkak bilan 5 yil o'qisa qizlarni hididan biladigan bo'lib qolasan. Unaqa bo'lsa, hurmatli qizlar, qarshingizda sizga yigitizdan ham ko'proq SMS yozadigan Favqulodda vaziyatlar vazirligi jamoasi. Aytib qo'y. Nomeringlarni almashtirib torsanglar ham topib yozaveramiz. Assalomu alaykum. Jasur, mana bugungi o'yin nechesini bo'lyapti? Nimaga nechesini bo'ladi? Mana biz bilan o'ynayotgan jamoalar o'zlari bilan tank olib kelgan. Kim tank olib kelibdi? Mana yangi yulduzlar Tolbagan olib kelgan. Rostmi?
Mana vodiydan Fardustar kelgan. Oybek aka o'zi polni poddeshkaga o'tiribdi. Xursand? Umar aka kimga poddeshka beradi? Yo, Umar aka hech kimga poddeshka bermaydi. Umar aka shaffof inson. Shaffof? O shaffof deganlar anaqa rangsiz, bunda qaraganda orqadagi odam ko'rinib turadimi? Bo'lmasa Indropa shaffof emas ekanda. Nimaga? Endi orqadagi bizga ko'rinish tugul, biz orqaga ko'rinmayapmiz-da. Lekin hazil Indropa o'tgan yil polni bizga poddeshka bergan, to'g'rimi? Bu insonga to'n kiydirsang arziydi, to'n napchiq. Indropa to'n kiymasa-u. Nimaga to'n kiymaydi? Kiyadi. Indropa to'n kiymasa-u. Xo'p-de, to'n kiyadi. Yo'q, to'n kiyadi. To'n kiymas, sal to'sliroq deyman. Kim to'nki to'lsti qilyapti? Qo'rqoq jo'ra. Ramza aka, qaddishingiz. MTS jo'ra. Ramza aka, moshinangiz qanaqa? Peshkom jo'ra. Ramza aka. Endi rapa mayli o'yindan keyin gaplashsak shularni. Ramza aka, xush kelibsiz aka, xush kelibsiz. O'tgan yil esingizdan aka mana shu yerda sahnada o'ynadik, to'g'rimi? 3-o'rinni oldik. Eng quvnoq yigit bo'ldingiz. Ma'ruf akani shaxsan o'zi sizga olib chiqib belgi berdi, to'g'rimi? Shunday. Shu sizni hayotingizda o'zgarishingizga qanchalik sabab bo'ldi aka? Yomonsi bo'ldi. Yomon o'zgardim boka. Rostdan. Shunday rivojlandim men. Ayniqsa Ma'ruf aka rahmat. Ayniqsa boka, ana shu velik meni shunday rivojlantirdi, o'zim ustimga ishladim men. Velik nima qilyapsiz aka hozir? Velikdimi? Yandexda ovqat tashyapman. U mayli-ku aka. Nima bu sumka taqib olgansiz? Nima deysan? Sumka taqib olgansiz. Aytyapman-ku ovqat tashyapman deb tushundingmi? Oybek aka, beraman ovqatni aka, o'zingiz qarang, beraman yetib berdi. Malas, men qarang, zo'r, hammasi yaxshiligi bo'lib o'kay. Men tushunmadim. O nima u Amir? Men bilasizmi? Keling, men sizga ko'rsataman. Nima edi bu? Qani pozitsiyani egallaymiz. Alfragan ishlankalari, yong'in o'chirishning sharqona yo'qligi. Ana shuni bo'blabsan lekin. Bu hech narsa emas aka. Zo'ri bor. Xo'sh, pozitsiyani egallaymiz. Mana. Bu nima edi endi? Ashxobod. Ashxobod park emasmi u? O'sha Ashxobod parkka kirganmisiz? Kirishda otlar turadimi? Manadimi? Madaniyatsiz. Ey! Bu erkak kishi-ku bular. U Ashxoboddagilar urg'och emas, Amin. Ana shu narsani bekor aytding. Uyindan keyin borib ko'radi o'zi bular. Ramza aka. Boya aytdingiz, to'g'rimi? Ma'ruf akaga hazil qildingiz. Oybek akaga hazil qildingiz, lekin Abdulloh akaga hazil qilmang. Minus qilyapti baldan. Ey, men Abdulloh akaga hazil yozganim ham yo'q. Yo'q. Abdulloh aka meni hayolimda ham yo'q. Yo'q. Abdulloh degan odam meni hayotimda ham yo'q. Yo'q. Abdulloh degan odam kontaktimda ham yo'q. Abdulloh degan sinfdoshingiz bor edi. U ham 2-sinfdan keyin boshqa maktabga ketgan. Abdulloh aka bilan bizning umuman aloqamiz yo'q. Biz MTSdan dashik SMS ham yozmaymiz bu kishiga. Unaqa bo'lsa chiqishlarimizni har doim bizni jig'imizga tegagan gap bilan boshlaymiz. Aka, mana sizlar pazarni-ku. Qivizada nima bo'lsalar aka? Nima qilay, yotayim borib. Ishinglarni qilsanglar bo'lmaydimi? Nima? Ishinglarni qilsanglar bo'lmaydimi borib? Bo'pti, sen uying yo'q bor, men o'chirib kelaman borib. Keldi! Rahmat. Azizlar, ko'ramiz. Million jamoasi a'zosi Ma'ruf Nosirov millionga il qo'shilgan paytlari qishloqqa borib aytgan birinchi gapi. Ma'ruf aka, Ma'ruf aka zo'r chiqdi aka. Millionga zo'r bo'ldi. Davron Kabulov telefon qilyapti.
Rahmat, aziz muxlislar, hammamiz bilamiz. Zo'r TV ovoz loyihasi bugunda ko'p muxlislarni o'z atrofiga jamlayapti. Ana shu Zo'r TVdagi ovoz loyihasini hakamlari ko'rsatuv vaqtida hakamlarning birini qorni og'rib qolsa, qanday bo'laydi? Kechagina. Malades, ketdim men. Rahmat. Yoshlar uchun zamonaviy imkoniyatlar berilayotgan bir davrda Umar aka endi minus qo'ymoqchi edingiz-a? Yoshlar uchun zamonaviy imkoniyatlar berilayotgan davrda mana biz ham o'tgan yili Premier Ligaga chiqdik. 3-o'rinlarni oldik. Rahmat ustoz, bizning kichkina harakatimizni ham katta baholadingizlar. Endi rahbariyat tushunmaydi-da. Nima Endi rahbariyat tushunmaydi. Nimaga 3-o'rin bo'ldi deb gaz beribdi. Endi mayli. Ma'ruf aka, men rivojlandim. Rahmat, Velik, Balzo'r, u boshqasi. Eng muhimi e'tibor. 1 yil o'tdi aradan. Mana bitirdik, ishga kirdik, uylandik. Hozir kelib o'ynayapmiz qivizi. Aka, bugun finalga chiqa olmasak, ustoz, rahbariyat ish narsa emas. Xotindan gap eshitmaylik. Rahmat azizlar, sizlar bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi Fireman's jamoasi bo'ldi. Rahmat, Fireman's jamoasi vazir o'rinbosari polkovnik Xurshid Alibayevga va akademiya boshlig'i general-mayor Ravshan Haydarovichga o'z minnatdorchiligini bildiradi. Guldiroz qarsakiylar. Rahmat. Ana endi shartimizni yakunlab berish uchun sahnaga Toshkent davlat agrar universitetining yangi yulduzlar jamoasini taklif qilamiz. Xalqimizda bir gap bor. Xalqimizda bir gap bor. Non ham non, ushog'i ham non. To'g'ri. Ya'ni Oliy Liga ham qivizi, Premier Liga ham qivizi. To'g'ri. Demak, qarshingizda Premier Ligani ham kubogi qorinni ortmaydi deb sahnaga chiqqan jamoa. Yangi yulduzlar jamoasi. Toshkent davlat agrar universitetidan rektorimiz aytdi, qolib ketma kubokdan. Oliy ligaga chiqmasak bo'lmas ekan. Bu bolalar kubok olmaguncha tinchimas ekan. Qarshingizda Oliy Ligada sakrashini bo'lib ketgan jamoa yangi yulduzlar. Assalomu alaykum. Bolalar, mana Premier Ligaga chiqdik, to'g'rimi? To'g'ri. Chiqqanga yarasha yutib olish kerak, yorib olish kerak. Agar bugun yutib turib universitetga qaytadigan bo'lsak, rektorimiz bizga aytadigan gapi bor. Qanaqa? Mandaqa. Huy. Lekin agar mabodo yutqizib qo'yib universitetga qaytsak ham, rektorimiz bizga aytadigan gapi bor. Qanaqa? Mandaqa. Qo'y universitetni bitirasanlar. Tolib akani qaranglar, turishini jim gapirmay. Yangi yulduzlarda chiqib, xalqni kuldirardilar. Rostdan ham qanaqa odam edilar. Siz qanday yaxshi odam edingiz? Ashulani o'chir. Tolib aka, tushunmadim, kim bu qizlar? Eski do'stlar
uni buni qo'yinglar. Bu qizni o'zi aslida meniki. Islom aka, buncha govda bilan Tolib akani qizlari qanaqa sizni qizlaringiz bo'ladi? Shantaj qildim. Qanaqa qilib? Men buni onasi kimligini bilish uchun. Uni buni qo'yinglar. Men bu qizdan Tolib akadan olib qo'ydim. Odamlar misol uchun bir-biridan tana a'zosini olib qo'ysa qanaqa bo'ladi? Zo'r bo'lar ekan aka. Mana masalan menga oyog'ingizni berib turing. Yo'q, oyog'im bera olmayman. Nimaga? Kecha Tolib akaga berdim, suyuq oyoq qilib qo'yibdi. Islom aka, menga qorningizni berib turing. Yo'q, ukam qornim bundan keyin hech kimga bermayman. Voy nimaga? Kecha Indira opaga berdim, ahvolni qara. Nima qildi? Nima topsalar yeb tiradi, ichida Ma'ruf Nosirov ham bor. Ma'ruf Nosirov oshqozonda nima qiladi? Endi bu bashara bilan yurib derminglar, yo'q. Chiqish zo'r, raqs zo'r. Nima chollar bilan chiqib oldingiz? Ukam, endi qiziga hamma takoylar bilan kelasanlar-ku. O'shada takoylar bilan siz nima bilan chiqdingiz? Endi meni takoylarim shularda endi. Nima qilyapsizlar yigitlar, qormanglar. Premyer Ligaga chiqdik. Chiqdik emas, tushdik deylar. Xo'p, shartlar qanaqa ekan bu safar? Birinchi shartimizning nomi yoshlarga zamonaviy imkoniyatlar. Ana, yoshlarga zamonaviy imkoniyatlar. Men endi qarilarga imkoniyat beryapman. To'g'rimi? Abu deyman, umid opa og'riq payti yashil rang moda bo'lyaptimi deyapsiz ham, yashilda chiqyapsiz-ku. Voy, o'lmasam. Bilinyaptimi? Nima bilinyaptimi? Kostyumim eskiligida, uka. Demak, Loladan oq atirgul yaxshiligini Men aytyapti. hech kimga aytmaydigan yagona jamoa yangi yulduzlar biz ketdik! Yangi yulduzlar jamoasida birinchi o'g'irlanmay kelgan qozoq men ekanman. Assalomu alaykum, bugungi ishning ko'rurmendira. Hurmatli do'stlar, yangi yulduzlar jamoasi ilk sahna ko'rishini boshlashdan oldin Tolib akamizga yuzlanmoqchiman. Tolib aka, agar mumkin bo'lsa, iloji bo'lsa, yangi yulduzlar uchun birinchi sahna ko'rishimizda kichkina rolingiz bor, o'shani o'ynab bersangiz aka. Marhamat. Marhamat, Tolib aka, agar mumkin bo'lsa, sahna ortiga o'tasiz, bolalarni o'zi tushuntiradi. Ko'ramiz, yangi yulduzlar tarixida umuman bo'lmagan voqea. To'xta! O'sha aka. Bunaqa. Rasmga Uzr. Yoshda hali mana tajribasiz. Ikkita olib chiqish kerak Tolibga, ikkita mamlikka oldida. Bolalar, masalan tushunmadim. 10 yil bitta sahnaga chiqdilaring. Okalik qildilar, ustozlik qildilar. Endi stul olib chiqtirib ulardan kulyapsam. Aka, bular o'zgarib qolgan. Siz bularga ahamiyat qilmang. Undan ko'ra mamni oldinda chop suvga chiqib keling. Davom etamiz. Razborchik, ya'ni ko'cha tilida gaplashadigan oilaga qiz uzatgan ota. Kuyov, menga qarang, qizimga qo'l ko'taribsiz, men indamadim, yana qo'l ko'tardingiz, men sizni basharangizni yorib qo'yaman. Qayerdan oling qo'lingizni? Voy, o'lmasam. O'g'lim, uyalmaysanmi, katta odam? Nerdan bitta
qo'y, o'zim ajratib olaman. Davom etamiz. Taqdir taqozosi bilan 40 yoshdagi boy opamiz Ashxobod parkida uchrashuvda. Jonim, bugun siz bilan Ashxobodda aylanamiz. Ashxobodda mana charxpalalarda uchamiz. To'xtab bu yoqqa o'tib oling. Keyin siz bilan delfinariyaga kiramiz. Delfinariyada maza to'xtab bu yoqqa o'tib oling. Keyin siz bilan maza qilib Gonchida uchamiz. Gonchida to'xtab bu yoqqa o'tib oling. Menga qarang. Nima uchun u yoqdan bu yoqqa o'tirasiz? Prosta opa qo'lingiz rosa tenglik ekan bor-ku. Rahmat azizlar. Rahmat azizlar, biz chiqishimiz. Bolalar, Tolib aka desangiz keldi. O'qichi nima kerak? Haligi stolni olib 4 talin teskari qilib tur. Qo'rqmalaring. Yangi yulduzlar nomer 1. Men shu bitta uraman, qamalaman, chiqaman. Ketdik. Rahmat azizlar, sizlar bilan Toshkent davlat agrar universitetining yangi yulduzlar jamoasi. Rahmat azizlar, birinchi shartimizni yakunlab bergan yangi yulduzlar jamoasiga guldiroz qarsakiylar. Ana endi aziz do'stlar, barcha jamoalarimizni ikkinchi shart uchun sahnaga taklif qilamiz. Marhamat, guldiroz qarsakiylar bilan. Ikkinchi shartimiz, hurmatli aziz muxlislar, biatlon estafetasi sharti, ya'ni bu shartimizda har bitta jamoadan bittadan ishtirokchi ishtirok etib, ikkitadan an'anaviy biatlon o'qib eshittiradi va ikkitadan an'anaviy biatlon o'qib eshittirgach, men hakamlar hay'atiga yuzlanaman. Hakamlarimizning oldida qizil hamda yashil kartochkalar bor. O'z baholarini shu kartochkalar orqali jamoalarga berishadi va jamoalar shu tarzda 06, 07, 08, 09, 1 ballgacha yurishadi. Qaysi bir jamoa birinchi bo'lib 1 ballga yetib kelsa, shu joyda biatlon estafetasi shartimiz o'z nihoyasiga yetadi. Demak, tayyor bo'lsanglar, biatlon estafetasidan oldin birinchi shart uchun qo'yilgan ballarni o'qib eshittiraman. Marhamat, hakamlarimizga yuzlanamiz. Birinchi shart uchun Afrosiyob jamoasiga qo'yilgan ballar 5-4-5 ball. Rahmat. Fardustar jamoasiga qo'yilgan ballar 5-4-5 ball. Hamda Tarjimon jamoasiga qo'yilgan ballar 5-4-5 ball. Firemes jamoasiga qo'yilgan ballar 5-5 ball. Hamda shartimizni yakunlab bergan yangi yulduzlar jamoasiga qo'yilgan ballar 5-5 ball. Ana endi hamma tayyor bo'lsa, hakamlarimiz ham tayyor bo'lsa, bemalol ikkinchi shartimizni boshlasak ham bo'laveradi. Demak, ikkinchi shartimizni birinchi bo'lib Afrosiyob jamoasi boshlab beradi. Marhamat. Yaxshi ham biatlonda bir kishi chiqadi. Xo'p. Qivizini o'yga o'xshataman. Nimaga desalaringiz, unda bizani komandaga o'xshagan dog'lar bor-da. Rahmat, navbatdagisi. Ma'qul. Tuya hammomini remont qilibdi. Hakamlarimiz 5 ta qizil. Marhamat. Fardustar jamoasi davom ettiradi. Dunyoning ishlari biatlonlar to'plami bilan boshlaymiz. Elon Musk Marsga chiqishni o'ylab yurgan bir paytda biz 5 ta jamoa qaysi birimiz finalga chiqishni o'ylab o'tiribmiz. Hakamlarimiz 2 ta yashil, 3 ta qizil. Marhamat. Tarjimon jamoasi. Mang biatlon sizga yangi yulduzlar bilan bitta guruhga tushgan tarjimonni gapi. Bir mejik-mejiklarga borib rasm-pasm tushib kelamiz-da. Navbatdagisi og'riqqa chidamsiz qizlar voleybolchi bolalar bilan gaplashmas kim deb uradi-ku. Hakamlarimiz 4 ta yashil, bitta qizil. Marhamat, 06 ballga qarab yurasiz. Aha. Marhamat, Firemen jamoasi davom ettiradi.
MCS yuborgan SMS'larni hech kim o'qimayotganligini bilib Instagramda kommentariyada yozayotgan ekan. Navbatdagisi Men do'stimni ijro hokimiyatiga o'xshataman. Xotini qaror qiladi, u ijro qiladi. hakamlarimiz 4 ta yashil, bitta qizil. Marhamat, 0.6 ball. Tabriklaymiz. Marhamat, yangi yulduzlar. Mani qornimga qarab havas qilib turgan qizlar, sizlarga ham nasib qilsin. Navbatdagisi mani kindigimni teshigida bitta komanda kirib bemalol repetitsiya qilib chiqib ketsa bo'ladi. Hakamlarimiz 2 ta yashil, 3 ta qizil. Marhamat. Afrosiyob jamoasi. Men ota-onamni 11 yil kutgan farzandlariman. To'g'risi kecha qamoqdan chiqdim o'zi. Navbatdagisi bitta ichi bo'lgan sirkul tur burchak chizar ekan. hakamlarimiz 3 ta yashil, 2 ta qizil. Marhamat. 0.6 ballga qarab yurasiz. Marhamat. Fardustar. Men Yandexdagi eng arzon tarifga o'xshayman. Hali ham startda turibman. Navbatdagisi Juda ham xotirasi past mahalla raisi oila a'zolarini unutib qo'ymaslik uchun temir daftarga kiritib qo'yar ekan. hakamlarimiz 4 ta yashil, bitta qizil. Marhamat, siz ham 0.6 ballga qarab, demak tarjimon jamoasi. Marhamat. Samarqanddan kelganimiz uchun aytib ketyapman. Urgut desa xayollarga faqat temadagi odamlar tushunmanglar. Urgutda alkashlar ham bor. Navbatdagisi bitta bo'sh butilka to'la butilkaga qarab eson-omon qutulavering debdi. hakamlarimiz 3 ta yashil, 2 ta qizil. Marhamat. 0.7 ballga qarab yurasiz. Demak, davom etamiz. Fireman's jamoasi. Yoshligida maktabga har kuni kechib keladigan bolalar katta bo'lsa pajarniga ishga kirar ekan. Navbatdagisi o'g'il bolalar tug'ilganda bunday qarab, xoli bo'lsa Xoliboy, Nuri bo'lsa Nurboy deb qo'yar ekanlar otini. Nimaga bo'lmasa meni otim Tursunboy? hakamlar 4 ta qizil, bitta yashil. Marhamat, yangi yulduzlar davom ettiradi. Hamma bolalar massajga borib, relax, body, sportivniy deb gaplashsa, men borib kvadrat metrga gaplashaman. Navbatdagisi hamma nonvoyxonaga borib 4 ta non olib kelsa, men borib og'zimga nonni yoptirib kelaman. hakamlarimiz 4 ta yashil, bitta qizil. Marhamat, 0.6 ballga. Demak, Afrosiyob jamoasi. Bitta mashinada avariya bo'lib, oyoq qo'li sinib, butun badani shilingan bolaga onasini aytgan gapi. Ko'proq telefonda o'tirish kerak edi. Navbatdagisi bitta yordam so'zini ayta olmaydigan odam cho'kib o'tsa, qirg'oqda turgan odamga qarab, "Keling bir cho'milaylik" debdi. hakamlarimiz bitta yashil, 4 ta qizil. Hozircha joyizdasiz. Marhamat, Fardustar. Afrikada tug'ilgan chaqaloqlar faqat tishi chiqqandan keyin oq-qorani farqiga borar ekan. Navbatdagisi Qivazani orqasidan pul topib bo'lmaydi deyotganlar. Kecha 7-qatorda orqasidan 200 ming topdim. hakamlarimiz 2 ta yashil, 3 ta qizil. Marhamat, tarjimon jamoasi. Bir kun tuz shakarga qarab men kozirman debdi. Rahmat, hakamlarimiz 5 ta qizil. Demak, Fireman's jamoasi davom ettiradi. Pajar payti qorni o'rib qo'ygan pajarnik birinchi bo'lib hojatxonani o'chirar ekan. Navbatdagisi uxlamaysizmi ko'rsatuvning boshlovchisi Oybek aka, ustoz. Bizani uyqumiz kelsa televizorda o'chirib uxlayveramiz. Siz o'zingiz uxlamaysizmi? hakamlarimiz 5 ta yashil. 0.7 ballga qarab yurasiz. Tabriklaymiz. Marhamat, yangi yulduzlar jamoasi davom ettiradi. Ana kuni soatimni yo'qotib qo'ydim. Qarasam, Abdullohga shimiga remen qilib taqib olibdi. Hakamlarimiz 5 ta yashil, 0.7 ballga qarab. Afrosiyob jamoasi davom ettiradi. Marhamat. O'yindan oldin Indira opani menga qarab aytgan gaplari.
Uka, labni qira botoks qildirgansiz. Navbatdagisi Keyin meni Indira opaga qarab aytgan gapim, apa o'zingizni figurani qira botoks qildirdingiz. hakamlarimiz bitta yashil, 4 ta qizil. Marhamat, Fardustar. Kecha mehnat va bandlik vazirligiga qo'ng'iroq qildim, javob berishmadi. Band ekan. Navbatdagisi Toshkentga kelayotganda chap oyog'imda tomiri tortishib qolganda o'ng oyog'imda o'ngga aytgan gapi. Kel endi poytaxtga kelib tortishmaylik. hakamlarimiz 5 ta yashil. Marhamat, 07 balga qarab yurasiz ham. Demak, tarjimon jamoasi. To'g'risini aytaman, qo'limda sovullab yuvishdi, kecha Toshkentga kelib boshladim. Navbatdagisi Dadamda aytishi bo'yicha meni raddamdan chiqishimga 600 ming ketibdi. Kuchugimiz $100. hakamlarimiz 4 ta yashil, bitta qizil. Marhamat, 08 balga qarab yurasiz. Fireman jamoasi. Yoshligida o'qituvchisidan sani kallang ishlamaydi. Sani miyangda shamol bor degan gapni eshitgan bola katta bo'lib, miyasida shamol elektrostansiyasini qurib yuboribdi. Navbatdagisi hamma narsani oldindan ko'rib biladigan, IQ'si juda ham kuchli bitta bola, qiviziga chiqmay qo'yaveraylik, yutqizamiz baribir debdi. hakamlarimiz 2 ta yashil, 3 ta qizil. Marhamat, yangi yulduzlar jamoasi. Yozda chillasida avtobusda nosh chekib qo'ygan bola noiloj hamma dardini ichiga yutib ketibdi. Navbatdagisi xuddi o'sha bola keyingi Astanovgacha ko'ngli bo'lmay hammaga dardini doston qilib yuboribdi. hakamlarimiz 3 ta yashil, 2 ta qizil. Marhamat, 08 balga yurasiz. Demak, yana Afrosiyob jamoasi. Marhamat. Men uyga kech kelgan paytim onamni menga aytgan gaplari. Ha, kuchuk qira yurading. Navbatdagisi Keyin o'sha payt otamni onamga aytgan gaplari. Ha, ana kuchuging qira yurgan ekan. hakamlarimiz xo'sh, 4 ta 5 ta qizil ekan. Marhamat, Fardustar. Doim og'zi qulog'ida yuradigan akalarimiz ovqatlanayotganda eshitmas ekan. Navbatdagisi Toshkent viloyatidagi zavodlarni ertalabda bir-biriga aytadigan gaplari. Bolalar ketdik, bitta-bitta tutatib kelamiz. hakamlarimiz 3 ta yashil, 2 ta qizil. Marhamat, siz ham 08 balga qarab yurasiz. Demak, tarjimon jamoasi davom ettiradi. Oralaringda Jamshid ismli bola bormi? Jamshid tur, biyatollah o'qigansak 3-shartga tayyorgarlik ko'rib tur. Navbatdagisi hayotiy narsa, qimmatga analiz topshirib sog'lom chiqsangiz alam qilsa kerak ekan. hakamlarimiz 4 ta qizil, bitta yashil. Marhamat, Fireman jamoasi. Biz pajarnilar oylikka o'xshaymiz. U ham bu ham kech keladi-da baribir. Navbatdagisi boksda qornidan kutilmagan zarba yegan bokschi akamizni o'sha udar tekkan payt aytgan gapi. hakamlarimiz 4 ta qizil, bitta yashil. Marhamat, yangi yulduzlar davom ettiradi. Og'zida bitta ham tishi yo'q bo'ri har hafta qo'ylar bilan gap o'ynaydigan. Navbatdagisi haligi tishi yo'q bo'ri gap pulni olishi bilan sirazi borib protezchi olibdi. Eng qizig'i, voy qo'ylar gap puliga uxladi. hakamlarimiz 5 ta qizil. Marhamat, Afrosiyob jamoasi. Men ham Barselonaga o'xshab qoldim, hech bir o'tim oldinga qarab chopmayapti. Navbatdagisi xotinidan juda ham bezor bo'lgan bitta akamiz o'g'li bilan uxlargan. Rahmat, hakamlarimiz 4 ta qizil, bitta yashil. Marhamat, Fardustar. 25-soatga qo'lga tushgan bitta opamizdan ahvollar qalay deb so'rashganida yomon emas, lekin cho'kayapmiz deb javob bergan ekan. Navbatdagisi xuddi o'sha opa o'zini televizorda ko'rgandan keyin aytgan gapi. Biz cho'kkanda g'alaba qilayotgan bo'lamiz. hakamlarimiz 5 ta qizil, afsus. Marhamat, tarjimon jamoasi. Kecha rektorimiz jentelmenlik qilaman deb qizlarga yo'l beruvdi, abitdan keyin eshikdan kirdi.
Navbatdagisi Oralaringda Sobir bormi? Hozir Jamshid kirgizib yubordim, jittilib chiqib olganing qara. hakamlarimiz 5 ta qizil. Marhamat. Firemen jamoasi. Oybek akani olayotgan vaynlardan ko'ra kommentariyasi qiziqroq bo'lar ekan. Navbatdagisi Ko'nglida kiriyoq bo'lib chimilmay ekan. hakamlarimiz 3 ta yashil, 2 ta qizil. Marhamat, 0.8 ballga qarab yurasiz. Yangi yulduzlar jamoasi. Bir kuni bitta spanliga o'rnatilgan konditsioner o'tirib, "Uf, bu ikkalasi jonga tegdi. Orasini sovutib olsammikin ha?" debdi. Navbatdagisi bir kuni stepler ruchkaga qarab, "Sen imzolab yurgan hujjatlarni men qoqib yuribman" debdi. hakamlarimiz 3 ta yashil, 2 ta qizil. 0.9 ballga. Marhamat, Afrosiyab jamoasi. Cho'milib chiqib konditsioner tagida o'tsam, bo'ynim og'rib qoldi. Qarasam o'sha konditsioner bo'ynimga tushib ketgan ekan. Rahmat, navbatdagisi Ishni ko'zini biladigan bitta akamiz endi uni quloqini ham qidirayotgan ekan. hakamlarimiz bitta yashil, 4 ta qizil. Marhamat, Fardustar. Odamlarni qurbaqa degan gapidan zerikkan judayam bir g'ururli baqa 6 etajli dom qurib yoribdi. Rahmat, navbatdagisi Bitta akamizga 42lik televizor bergan ekan, akamizga yoqmabdi. Qaydan biladilar akan razmeri 44ligini? hakamlarimiz 5 ta qizil. Marhamat. Tarjimon jamoasi. Eng uzoq o'tadigan vaqt bu ertalab turib budilnik chalishini kutish. Rahmat, navbatdagisi Gerodot o'lgandan keyin tarixda onasi beva qolibdi. hakamlarimiz ana 4 ta yashil, bitta qizil. Siz ham 0.9 ballga mana bevalan siylayapmiz. Marhamat. Firemen jamoasi. Bitta it balig'ini yemoqchi bo'lib turgan ekan, it balig'ini etga qarab, "O'z pusht kamaringdan bilgan ziryodingni yeysanmi, bular?" Navbatdagisi Mabodo bugun biza yutqizsak, bizadan emas. O'zbekiston terma jamoasidan ko'ringlar. O'sha o'yindan beri komanda muzeyga kelmaydi bular. hakamlarimiz 2 ta qizil, 2 ta yashil hozircha. Oybek aka. Qo'rqmay, marhamat. Qizil, joyingizsiz, marhamat. Yangi yulduzlar. Bir kuni bitta gaz turba kanalizatsiya turbasiga qarab, "Ichingdan nima o'tayotganini his qilyapman" debdi. Navbatdagisi Viloyatli bitta mashinani farasi Toshkentga kelib fara Tashkentskiy bo'lyapti. hakamlarimiz 5 ta yashil, marhamat, 1 ball o'rtoqlar. Bugungi o'yinimizda, ya'ni biatlon estafetasi sharti yangi yulduzlar g'olib bo'ldi. Faqat ketib qolmay turasizlar, ballinglarni o'qib eshitiraman. Afrosiyob jamoasi 0.6 ball. Fardustar 0.8 ball. Tarjimon 0.9 ball. Firemen 0.8 ball. Va biatlon estafetasi g'olibi yangi yulduzlar to'liq 1 ball. Qo'noqlar va zukkolar hamkor tanlashda doim birinchi raqamlilarga yuzlangan. Alfraganus universitetini o'z yo'nalishida birinchi raqamlilardan deya e'tirof etsak bo'laveradi. Bosh homiyimiz Alfraganus universiteti. Alfraganus zamonaviy ta'lim hamda sharqona tarbiya uyg'unligi. So'z birinchi raqamlilar haqida borar ekan, navbatdagi hamkorimiz ham o'z yo'nalishida birinchi raqamlilardan. Hamkorimiz Ashxobod sayilgohi. Ashxobod sayilgohi quvonchingiz markazi. Albatta, aziz do'stlar, hozir jamoalarimiz birinchi shartda to'plagan umumiy ballar bilan men sizlarni tanishtirib o'taman. Afrosiyob jamoasi birinchi shartda to'liq ballari 4.4 ball. Fardustar 4.6 ball.
Tarjimon jamoasi 4.4 ball. Fireman jamoasi to'liq 5 ball va Yangi yulduzlar jamoasi to'liq 5 ball. Ana endi 3-shart uchun barcha jamoalarimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Olqishlab turamiz, kayfiyat ko'tarib o'rtoqlar. Demak, barcha tayyor bo'lsa, 3-shartimizga o'tamiz. 3-shartimiz, hurmatli aziz do'stlar, quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanlovida yangi shartlarimiz, yangi shartimizdan biri. Bu shartimiz hakamlar bilan holat sharti. Ya'ni bu shartimiz men hakamlarimizni bitta-bitta sahnamiz markaziga taklif qilaman va ularga holatni tushuntiraman. Holatni tushuntirib va hakamlarimizga kalit so'zi beraman. Mana shu men bergan kalit so'ziga jamoalarimiz bitta-bitta chiqib javob berishlari lozim. Demak, tushungan bo'lsanglar, olqishlaringlar bilan biz boshladik 3-shartimizni. Demak, birinchi bo'lib sahnaga Million jamoasi a'zosi Ma'rufjon Nosirov taklif qilamiz. Olqishlab turamiz. Qadorim yo'q shu bugun nafsimni vaqt. Hech kimni bilmagan bu Hurmatli aziz do'stlar, holatimiz Ma'ruf aka, ya'ni siz doktor huzuriga borgansiz bir kun avval, sizga dori yozib bergan doktor. Lekin uni ichdingiz, sizga yoqmadi. Sizni kalit so'zingiz, kecha qanaqa dori beruvdingiz, ichim og'riyapti-yu. Marhamat. Marhamat. Yangi yulduzlar. Kecha qanaqa dori berdingiz? Ichim og'riyapti. Men sizga suyucha berdim, nima qildingiz uni? Afrosiyab. Qanisiz? Kechirasiz, Men oldin aytdim, keyin nima qilasiz, xo'pmi? Kecha nima dori berdingiz? İçim og'riyapti. Kechirasiz, ayol kishiga beriladigan dori edi. Fardustar. Kecha nima dori berdingiz? İçim og'riyapti. Yosh bolamisiz, nimani bo'lsa og'zingizga solaverasizmi? Kecha nima dori berdingiz? İçim og'riyapti. Kechalari uxlay olmayapsizmi? Prosto molni go'shini eng yaxshi bo'lib ketasiz. Rahmat. Yangi yulduzlar yana bir marta urinib ko'radi. Kecha nima dori berdingiz? İçim og'riyapti. Voy aka, ichingizdan nima o'tayotganini his qilyapman. Rahmat. Tarjimon jamoasi. Xazinani ko'maylik. Nima edi? Kecha nima dori beruvdingiz? Kecha nima dori berdingiz? İçim og'riyapti. Bolalar, men millionga keldim. Ayo, million mazasi bo'lmayapti. Marhamat, Afrosiyab yana bir marta urinib ko'rishadi. Kecha nima dori berdingiz? İçim og'riyapti. Kechirasiz, uni sigiringizga berdim. Fireman jamoasi yana bir marta urinib ko'rishadi. Kecha nima dori berdingiz? İçim og'riyapti. Biz ketdingiz bo'ldi boring. Rahmat. Bo'la. Fardustar yana bir marta urinib ko'rishadi. Kecha nima dori berdingiz? İçim og'riyapti. O bobojon, siz qanday chaqqon va serharakatsiz. Menimcha bo'ldi. Ma'rufjon Nosirovga guldiroz qarshigilar. 3-shart.
Va eslatib o'tamiz aziz do'stlar, bu shartimizda jamoalarimiz vaziyatdan kelib chiqqan holda, ya'ni hakamlarimizga ikkitagina javob berishlari lozim. Jamoalarimizga ham tegishli vaziyatdan kelib chiqqan holda ikkita javob berishinglar mumkin. Demak, navbatdagi hakamimizni sahnaga taklif qilaman. Indira xonim Miftahova, marhamat, Guldiroz Qarsakiylar. Ey uchali maymun qiz, kulgichlari afsun qiz, bizni adolar qildi. Siz bunchalar mamnunsiz. Ey uchali maymun qiz. Assalomu alaykum, marhamat. Oldin qiviziga chiqqanimda boshqacha qo'shiqlar yangrardi. Marhamat. Девочка красавица degan qo'shiqlar bo'lardi. Muchalizni endi bildi-da. Hozir Indira opa, vaziyatimiz, siz bog'cha opasiz. Bog'cha opa. Bog'cha opa. Sizni oldingizga birinchi marta bitta odam. Chiroylimi yo'qmi? Nima deysiz? Bog'cha opa chiroylimi yo'qmi? Chiroyli rosa, hamma kashani o'ziga. Chiroyli 90. Hozir juda ham go'zal bog'cha opasiz. Ya'ni sizni oldingizga bitta ona bolasini endi birinchi marta bog'chaga olib keldi oldingizga. Sizni kalit so'zingiz voy, bolangiz ham o'zingizga o'xshabda deysiz. Bo'ldi, xo'p. Xayrimiz. Bolangiz ham o'zingizga o'xshabdi. Rahmat bog'cha opa, siz bog'cha opadan ko'ra ko'proq katta joylarga loyiqsiz. Siz bog'cha adashib yuribsiz bog'chada. Siz kamida qivizida boshlovchi qivizida hakam bo'lishingiz kerak. Kamida bloger bo'lishingiz kerak bog'cha sizga. Bu velidan keyin ahamiyat bermanglar. Afrosiyob. Agar televizor berganinglarda bunaqa bo'lmasdi. Salom. Afrosiyob. Bolangiz ham o'zingizga o'xshar ekan-a? Yo'q, sigaret chekishni o'rganibdimi? Tarjimon jamoasi. Assalomu alaykum. Voy! Qaysi biri bola ekan? Voy! Bolangiz ham o'zingizga o'xshar ekan-a? Dada nima deyapti bu kishi? Uzr. Yaxshi. Yangi yulduzlar jamoasi. Yana bir marta. Assalomu alaykum. Yaxshi. Voy. Jim tur. Bir joyda tura olmaydi-ya. Yaxshimisiz? Bolangiz ham o'zingizga o'xshar ekan. Voy, yaxshimisiz? Indiraxon, uydagilar yaxshimi? Hammasi yaxshi yuribdimi? Tuzukmisiz? Qarang. Men bitta gapim bor sizga. Mana shu o'zimga o'xshaganni adasiga gapirib qo'ymay maylimi? Iltimos qilaman. O'zlari ham bilmaylar-da. Pardustar. Voy, bolangiz ham o'zingizga o'xshar ekanlar. Bolam nimadirdi? Aya, hazillashmang. Shuncha odam qarab turibdi-yu. Xayrimiz jamoasi yana bir marta urinib ko'rishadi. Voy, bolangiz ham o'zingizga o'xshar ekanlar. O'xshaydi-da, it baliqday. Indira xonim Miftahovaga, Guldiroz Qarsakiylar, rahmat. Ana endi sahnamizga Abdulla Asral Xo'jayev chaqiramiz, marhamat. Sizda ham pul ko'payib ketgan. Yaxshiliklar yog'ilsin jura. Xush kelibsiz Abdulla aka. Vaziyatimiz siz bir kun oldin kelib oyoq kiyim do'konidan oyoq kiyim xarid qilgansiz. Va sizni kalit so'zingiz mana buni hamma ko'rganlar Jeniskiy deyapti-yu. Mana kecha olib ketganimni hamma Jenskiy deyapti-yu. Kecha men ham shunaqa dedim, kayfda bo'laveradi, olib ketdingiz o'zingiz. Do'konga kirmaydi, unaqa. Marhamat. Fardustar. Kecha sotganingizni Jenskiy deyapti-yu hamma. O'zingiz ham mujiskoy berdim, deysiz-ku?
jamoasi. Mana kecha menga sotgan krossovkani hamma jenskiy deyapti. Aka krossovka emas, aytdim sizga. Aka pochtasi bor desam, men bo'laveradi desanada endi. Assalomu alaykum. Marhamat, tarjimon jamoasi. Mana kecha sotgan krossovkangizni hamma jenskiy deyapti. O'z dadamga aytdi, shu Toshkentga borma, ko'zing o'yna qilib, shunaqalar ko'payib ketgan deb aytdi u. Afrosiyob. Mana sotgan krossovkangizni hamma jenskiy deyapti. Yangamga olim deyapsiz, o'zingizga olibsiz buni. Fardu Star. Kecha sotgan oyoq kiyimingizni hamma jenskiy deyapti. Aka bunisi holva, bunisini kiyib ko'rasizmi? Yangi yulduzlar yana bir marta urinib ko'radi. Kecha menga sotgan krossovkangizni hamma jenskiy deyapti. Aka, men ham sotuvchi emasman, lekin menikini ham detskiy deyishyapti. Fireman. Kecha sotgan krossovkangizni hamma jenskiy deyapti. Aka buni almashtirib olmaymiz, lekin yo'li bu. Mashinangiz orqasiga tulchan rasmini qo'yib qo'ying. Tarjimon. Kecha sotgan krossovkangizni hamma jenskiy deyapti. Aka jenskiy magazindan olganingizdan keyin jenskiy bo'ladi-da. Afrosiyob. Kecha sotgan krossovkalarni hamma jenskiy deyapti. Jenskiy bilan murskoda farqi bo'lmas. Hakamlar hayotda nima qilib o'tiribsiz? Rahmat, Abdulloh Hassan Xojayevga guldiroz qarsagilar. Rahmat. Ana endi sezib turganinglardek Oybekjon Teshaboyev, marhamat, Oybek aka sahnaga. O'zimni telbayorim. Mening ko'nglim senda. Senniki qayonda. Mening ko'nglim senda. Marhamat, chiqib olaverasiz. Rahmat. Oybek aka. Ya, assalomu alaykum. Holat. Xo'p. Siz dirijyorsiz. Dirijyorsiz. Ha. Juda ham kayfiyatingiz yo'q, repetitsiya qilish yoqmayapti. Lekin repetitsiya qilishga majbursiz. Juda ham jiddiy tadbir bor. Siz sozandalaringizga qarab, liadan chalamizmi, sidan chalamizmi? Qanchal bo'ldi uje. Marhamat. Yangi yulduzlar. Liadan chalamizmi, sidan chalamizmi? Siz liadan chalib turavering, men sidan chalib turaman. Afrosiyob jamoasi. Afrosiyob jamoasi. Chota Nasrina yo'q. Liadan chalaymi, sidanmi? Farqi yo'q, baribir fonogramma qilamiz-ku. Yaxshi. Fireman jamoasi. Nasrina yo'q. Liadan chalaymi, sidanmi? Ustoz, yudan choyalik ustoz nasliga ko'tariladi. Hammasi faqat sidan chalayapti. Marhamat, Fardu Star. Va alaykum assalom. Hali nima deyotdingiz? O'zi yaxshimi, charchamayapsiz? Rahmat. Liadan chalaymi, sidanmi? Nasrina yo'q. Aka Farg'onadan nima qilsangiz qiling, oyoqdan chalmay bo'ldi. Yangi yulduzlar yana bir marta urinib ko'rishadi. Liadan chalaymi, sidanmi? Voy. Qaysi biridan chalsangiz ham chalsangiz bo'ldi. Tarjimon jamoasi. Liadan chalaymi, sidanmi? Ladan chalamizmi, sidan chalamizmi, muhimi ohang chiqsa bo'ldi. Yes. Afrosiyob. Voy, xalis. So'r. Sinim liadan chalaymi, sidanmi? O'zi repetitsiya qila olmadik, hozir sidan chalib qo'yamiz. Chalib qo'yamiz. Kim chiqardi sizni? Kim chiqardi sizni? Fireman. Hali etga qiz yarashib turibdi.
Ladan chalaymi, siydanmi? Nudan chalaylik. Fardustar. Uka. Bekor ushadingizda. Ladan chalaymi, siydanmi? Mayli sizga ushlaganlar yo'qyapti. Gitarani bersangiz bo'ldi, qolganini o'zingiz chalavering. Oybek Teshaboyevga gulduros qarshi rahmat Oybekka. Rahmat. Ana endi bitta hakamimiz qoldi, ya'ni Umarbek Rahmonqulov. Umar aka, ustoz siz joyingizda o'tirasiz, ya'ni holatimiz shundan iborat. Olib chiqinglar ikingizdan bemalol. Sizni vaziyatingiz Umar aka, siz boshliqsiz, katta bir korxonani boshlig'isiz. Sizni oldingizga xodimlaringiz eshigingizdan kiraverib, har xil muammolar bilan sizni kayfiyatingizni buzib qo'yishdi. Sizni kalit so'zingiz nimaga taqillatmay kirding? Fireman. Nimaga taqillatmay kirding? Uzr. Afrosiyop. Nimaga taqillatmay kirding? Ya hojatxonaga ham taqillat kirammi? Fardustar. Nimaga taqillatmay kirdingiz? Hali ham o'tiribsizmi aka? O'tiribman. Rahmat. Afrosiyop yana bir marta urinadi. Nimaga taqillatmay kirdingiz? Endi o'zimni uyimga ham taqillatib kiraymi? Yangi yulduzlar. Umar aka. Ya, assalomu alaykum. Siz taqillatmay kiravering keling. Qachon taqillatganman o'zi? Rahmat. Tarjimon. Gap keldi-yu. Yo to'xta endi, uzr, seni nima qilaylik? Umid opa savol takrorlab beraylik. Ha, yana. Umid opa bitta shunday taqillatmasdan. Boshdan chiqib berar ekansiz. Voy, muncha yaxshi. Marhamat, yangi yulduzlar. Assalomu alaykum. Nimaga taqillatmay kirdingiz? Voy, Umar aka, qachon taqillatganman men? Marhamat, tarjima. Senim nimaga taqillatmay kirdingiz? Bilmayman, menga bolalar shu yerga kiraver deb aytdi-yu. Fardustar. Nimaga taqillatmay kirdingiz? Taqillatishim kerak edi. Qamoqdasiz, bu sizga qovuz emas. Fireman. Nimaga taqillatmay kirdingiz? Opalar kirsa taqillatmay kiravering. Biza kirsak chiqib qolmagan. Rahmat. Yangi yulduzlar. Nimaga taqillatmay kirding? Voy taqillatish qo'ying, qivizini koordinatori jenskiy oyoq kiyim kiyyapti. Manikini detskiy deyishyapti. Rahmat. Tarjimon jamoasi, marhamat. Yana bir marta. Nimaga taqillatmay kirdingiz? Madadkoring bo'laman dedi-ku. Rahmat, Umarbek Rahmonqulovga gulduros qarshiginglar 3-shart uchun.
Hurmatli aziz do'stlar, hakamlarimiz uchun sharti ballarini baholagunga qadar biz ikki og'iz gapni sizlarga aytib o'tmoqchiman. Sahnada professional aktyorlar emas, havaskorlar. Lekin ular kayfiyat ulash bobida nazarimizda o'zlarining vazifalarini a'lo darajada uddaladilar. To'g'rimi? Bachkana demang ularni. Bilamiz, kuldirish oson emas sizlarni. Aslida sahnaga chiqib ikki og'iz gapni bir-biriga ulab omma oldida aytish oson emas deydilar. Shunday ekan unutmang. Mana shu sahnada turgan har xil kasb egalarining har biri bo'lajak liderlar. Yurtboshimiz ham ishonch bildirgan jasoratli yoshlar. Yodda tuting, biz Quvnoqlar va zukkolar, aziz insonlar, doimo quvnab yashang, har on har damda yaxshilik qilib yashang. Baxtli lahzalar bezasin hayotingiz, jannat ulkanda tinchlikdan yayrab yashang. Mehrimiz baland, qilsa muxlislarga, yana didorlashish ko'p nasib qilsin bizga. Aziz muxlislar, ta'zimlar bo'lsin sizga. Xayr demaymiz, albatta ko'rishguncha. Bizni do'stlik uchun birlashtiradi bizni hazillar muxlis uchun. Sevamiz barchangizni buyuk kelajak uchun. Barchamiz olg'a qadam tashlaylik bo'lib birdam, gullasin ozod vatan. Rahmat aziz do'stlar, bugungi o'yin uchun Quvnoq va Zukko yoshlarga guldiroz qarsakiylar. Ana endi aziz do'stlar, hozir hakamlarimizga yuzlanamiz. Bugungi o'yin haqida fikrlarini bildirib o'tishdi. Birinchi bo'lib ustozimiz Olimjon Xudoynazarovga yuzlanamiz. Marhamat, guldiroz qarsakiylar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli tele tomoshabinlar, Quvnoqlar va Zukkolar ko'rik tanlovining ashaddiy muxlislari. Birinchi navbatda mana shu sahnada turgan jasoratli yigit va qizlarimizga bitta chiroyli qarsakiylar. Jamoalar to'g'risida hali hakamlarimiz alohida to'xtalishadi. Har bir jamoa to'g'risida barchalarga qilingan mehnat uchun, mana shu qiviziga bo'lgan sadoqat uchun va aytaylik yoshlarning muammosini o'zlariga ko'rsatayotgan oynalar uchun katta rahmat. Va alohida tashakkurimiz Quvnoqlar va Zukkolar oilasining eng yaqin do'sti Umidaxonim Mirhamidovaga. Bugun 6-yarim final oxirgi bellashuv, oxirgi finalistimiz, ya'ni 6-jamoamiz ma'lum bo'ladi. Shuning uchun ham jamoalarda men tushunishim bo'yicha mas'uliyat yana ham og'irroq edi. Mana shu narsa ozgina bugungi bellashuvda sezildi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham albatta finalga chiqqan jamoalarga omad tilaymiz. Barchaga an'anaviy tilagimiz Xudo omadinglarni bersin. Rahmat. Ana endi so'z hakamlar hay'ati a'zosi Ma'ruf Nosirovga marhamat. Yana bir bor avvalambor assalomu alaykum. O'yin yaxshimi? Zo'r. Menga o'sha Afrosiyobning birinchi shartdagi o'sha yo'nalish, stil deydi-yu, stil uchun rahmat. Menga yoqdi. To'g'risini aytaman. Qolganlar ham yaxshi, kuldik, maza qildik. Endi baholarga rozi bo'lasiz. Kimdir past, kimdir baland. Biz endi baribir ustozlar bizani bekorga chaqirmagan, ko'rganimiz bor, bo'lgan narsa bo'lishi mumkin. Endi qo'ldan kelgancha harakat qildik, lekin hammasi zo'r. Rahmat sizlarga, charchamanglar. Finalga ko'rishguncha. Rahmat, Ma'rufjon Nosirov. Marhamat, Indira xonim Miftahova. Barchaga assalomu alaykum. Oxirgi jamoadan boshlayman. Yangi yulduzlardan. Umid opa, siz men uchun eng jasoratlisiz va aynan siz men uchun bugun g'olibsiz. Aynan siz. Bitta qarsaklaringiz Umid opa men uchun g'olib. Davom etamiz. Fire va eng jasoratli Fireman jamoasi bugun sizlarda kecha Ma'ruf aka qivizini qanchalik sevishlari haqida gapirdim o'tgan o'yinda. Mana shu sevgini bugun sizlarda ko'rdim. Qivizini haqiqatan juda ham yaxshi ko'rar ekansizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Tarjimon juda ham mehnatkashsizlar va juda ko'p harakat qilganinglar, tayyorlaganinglar bugun bilindi. Fardustar ishonchligiga qoyil, hammaga shunaqa ishonch tilagan bo'lardim. Zo'r.
Va Afrosiyob haqiqatan stiliga juda ham birinchi shartda hayron qoldik. Bu original stil. Bora-bora hammamiz tushunib boramiz. Va lekin menga ozgina stil zo'r, go'yoki kam repetitsiya qilgandek tuyuldi. Faqat shu. Qoyil lekin olqishlaringiz hamma jamoalarga. Men bugun aynan bugun oxirgi o'yin ozgina og'irroq kechdi. Muxlislarga ham shuni sezdim. Bitta narsa, oldindan qanaqa baholaganimni sizlarga aytaman. Bugun menga yaqin bo'lgan yumorga yaxshi ball qo'ydim. Ya'ni xafa bo'lmaysizlar. Romkani ichidagi yumorga xafa bo'lmaysizlar. Bugun shunga qarab baholadim va baholarimdan tushunarli bo'ladi. Boshqa payt baribir shu bolalar hurmati bor deb qaramayapman. Ya'ni tushunarli. Shuning uchun hammaga rahmat. Rahmat. Marhamat, Abdulloh Qasrol Xo'jayev. Assalomu alaykum hammaga hurmatli jamoalar. Har bitta to'g'risida gapirmaymiz. Umumiy hammalarga rahmat. Xudo xolisa keyingi o'yinlarda sizlarga omad tilayman. Rahmat. Rahmat. Oybek Teshaboyev, marhamat, fikrlaringiz. Assalomu alaykum. Avvalambor Zo'r TVga, pavilyoniga tashrif buyurgan aziz muxlislar, assalomu alaykum. Hamda ustozimiz Olimjon Xudoynazarov, assalomu alaykum. Oynai jahon orqali bizni tomosha qilib turgan barcha yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Hamda sahnada turgan jamoalar, bularda qatorida turgan ustozimiz Umidaxonim Mirhamidovaga ta'zim salomlar. Onajonim umrlari uzoq bo'lsin. Endi bizni ustoz bo'larlar, ijtimoiy tarmoqlarda birgalikda faoliyat olib boramiz. Endi jamoalarga to'xtaladigan bo'lsak, endi rostakasimiga bugun juda og'ir o'yin bo'ldi, juda ham manaqa o'yin bo'ldi. Endi bu jamoalarning ichida yaxshi hazil qo'yyapti, zo'r narsa qo'yyapti-da, oxirida keyin sal qo'pollashib ham ketib qolyapti-da. Ana boshidan boshlanib chiroyli kelib, voy malades deb turganda bitta vanang bo'ladi. Vak 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 bo'lib qolyapti. O'shunga noto'g'ri tushunmaysizlar, baholardan rozi bo'lasizlar. Jamoalarga, barcha jamoalarga omad tilaymiz. Hammanglar finalda ko'rsak xursand bo'lamiz. Tolibjonga ham kattakon rahmat. Oybek Teshaboyevga Guldiroz Qarsigiylar. Hakamlar hay'ati raisi Umarbek Rahmonqulov, marhamat. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi bellashuv uchun jamoalarga, ularni qo'llab-quvvatlab turgan muassasa rahbariyati va jamoasiga, umuman quvnoqlar va zukkolarga bee'tibor bo'lmayotgan barchaga kattakon rahmat, tashakkur izhor etamiz. Bugungi o'yin haqiqatan ham teng kurashlar ostida o'tdi va o'yin taqdirini o'ylaymanki, biatlon sharti hal qilib qo'ydi. Hammaga e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Va hakamlarimiz 3-shartni baholashdan avval men jamoalarimiz 2ta shart bo'yicha to'plagan ballarni, umumiy ballarni o'qib eshitiraman. Afrosiyob jamoasi 2ta shart bo'yicha to'liq 5 ball. Mardustar 5.4 ball. Tarjimon 5.3 ball. Firemen 5.8 ball. Hamda yangi yulduzlar to'liq 6 ball. Rahmat. Ana endi 3-shart uchun hakamlarimizga yuzlanamiz. Marhamat. Birinchi bo'lib Afrosiyob jamoasiga qo'yilgan ballar. 5 5 ball. Rahmat. Mardustar jamoasiga qo'yilgan ballar. 5 5 ball. Tarjimon jamoasiga qo'yilgan ballar. 5 5 ball. Firemen jamoasiga qo'yilgan ballar. 6 5 6 ball. Yangi yulduzlar jamoasiga qo'yilgan ballar. 6 5 6 ball. Va aziz do'stlar, bu ham hali hammasi emas. Meni qo'limda yakuniy natijalar bor va men uni o'qib eshitiraman. 3-shartda to'plagan ballari 4.4 ball. Umumiy to'plagan ballari 9.4 ball. Mavsumda ajoyib ishtirok uchun minnatdorchilik bildiramiz Afrosiyob jamoasiga. 3-shartda to'plagan ballari 4.4 ball. Umumiy to'plagan ballari 9.8 ball. Mavsumda ajoyib ishtirok uchun minnatdorchilik bildiramiz Fardustar jamoasi.
Uchinchi shartda to'plagan ballari 4,6 ball. Yakuniy to'plagan ballari 9,9 ball. Minnatdorchilik bildiramiz. Tarjimon jamoasi. Uchinchi shartda to'plagan ballari 5,8 ball. Umumiy to'plagan ballari 11,6 ball. Firemes jamoasi. Uchinchi shartda to'plagan ballari 5,8 ball. Umumiy to'plagan ballari 11,8 ball. Final yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Yangi yulduzlar jamoasi. Albatta aziz do'stlar, Quvnoqlar va Zukkolar Premyer Liga yarim final o'yinlari o'z nihoyasiga yetdi. Finalda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alfraganus Universiteti zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi